Assalomu alaykum, xonimlar, charchamayapsizlarmi? Men tushunmayapman-da, bu MIPkada. Qaranglar. 2024-yil 4-aprel holatida o'zi birinchi o'rinda bu kreditni men nomimga bitta tanishim olgan, to'lamagan. Men bu kreditni to'lab berganman. Shu yuzasidan mana o'zligi ham aytishyapti. Sonli sud buyrug'iga asosan sizdan undiruvchi Anorbank aja foydasiga so'm qarz undirish to'g'risidagi ijro hujjati bo'limi ish yurituviga kelib tushgan va O'zbekiston Respublikasi sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 23-moddasiga asosan 2025-yil 7-oktyabr kuni ijro ishi yuritishni qo'zg'atish to'g'risida qaror qabul qilinib, bu haqda elektron SMS xabarnomasi yuborilgan. Birinchi o'rinda 7-oktyabr emas, ijrochining o'zi aytgani bo'yicha bu 7-oktyabrda kelmagan. Keyin menda ijrochini o'sha qachon SMS kelgani, ijrochi bilan qachon foydalanish kerak bo'lgani, bog'lanish kerak bo'lingani, ijrochi bilan bog'langanligim, ijrochi telefonni ko'tarmagani, SMS yozganim hammasi bor. Uni skrinshotlar ham qo'yganman, viziflarda ham turibdi. Endi men o'sha portalga yozilgandan keyin buni ko'rib beringlar deganimdan keyin endi ketidan ijro hujjati ijrosini ixtiyoriy ta'minlash uchun sizga 15 kunlik ixtiyoriy muddat berilgan. Lekin ushbu qo'zg'atilgan ish bo'yicha 15 kunlik ixtiyoriy muddat o'tguniga qadar majburiy ijro byurosi Chilonzor tuman bo'limiga ijro hujjati ijrosini ta'minlash uchun kelmagansiz va ixtiyoriy muddat o'tgandan so'ng so'm ijro yig'imi qo'llanilgan deyapti. Endi ahvolni qaranglar. Bu ijro yig'imi yo'q joydan qo'llanilmayapti. Bu bir. Chunki men bankdan qog'ozini chiqarib kelyapman, bankirdan so'rayapman. Bu bo'yicha menga hozir ijro yig'imi qo'llanilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi desam, yo'q, hech qanaqa to'lov qilmaysiz deydi. Xo'p dedim. MIPga borsam, MIP menga to'lov uyushtirib beryapti. Endi hozir mana ijro yig'imi 210 ming so'm chiqarilyapti. Bu ijro yig'imidan tashqari mana bu yerda ametda nimadir anaqalar mol mulkingizga qaratilinadi, 5 barobarga oshiriladi. Bu o'zi lyuboychasiga hozir sudga berishadimi, boshqaga berishadimi, bular nohaq bo'lib turgan joyda nimaga men pul to'lashim kerak? Bu o'zi 2024 da to'lab bo'lingan narsa bo'lsa, qanaqa qilib yana men bularga ijro yig'imi uchun pul to'lashim kerak? Sabab meni aybim yo'q joyda nimaga men pul to'lashim kerak? Mashina nima qilsa bo'ladi? Kim biladi? Mashi bo'yicha menga ham salonu tushuncha berib ketinglar. Agar biladiganlar bo'lsa nima qilsa bo'ladi? Sudga berish kerakmi? Qatga yozish kerak? Aytsanglar yaxshi bo'lardi.